Prokuraturaning 2025-yil 13-yanvar kunidagi rasmiy bayonotiga ko'ra, Toshkent shahar sudi raisi sobiq o'rinbosari Murodjon Mirzajonovga nisbatan Jinoyat kodeksining 231-moddasi 2-qismi, 236-moddasi 2-qismi bilan hamda Jinoyat ishlari bo'yicha shahar sudining sobiq sudyalari Odilbek Ilhomjonov, Mirziyod Abidov va Muhtarama Turg'unovalarga nisbatan Jinoyat kodeksining 231-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ish hujjatlariga ko'ra, Shukurov juda ko'p miqdorda o'zganing mulkini firibgarlik yo'li bilan qo'lga kiritish, bezorilik, qasddan badanga og'ir shikast yetkazish jinoyatlarini sodir etganligi yuzasidan Jinoyat ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tuman sudining hukmiga ko'ra Jinoyat kodeksining bir qator moddalari bilan aybdor deb topilib, unga 8 yil 1 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan edi. Sudlanuvchi Shukurov yuqoridagi hukmdan norozi bo'lgan holda sudga qilgan apellyatsiya shikoyati apellyatsiya instansiyasining sudyalari Ilhomjonov, Abidov va Turg'unovalar tomonidan ko'rib chiqilib, birinchi instansiya sudining hukmini o'zgartirish, unga nisbatan Jinoyat kodeksining 57-moddasini qo'llab, 3 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosiga almashtirish to'g'risidagi xulosaga kelishgan edi. Toshkent shahar prokuraturasining protesti asosida Shukurovga oid ish shahar sudi jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati taftish instansiyasida ko'rilib, tegishli ajrim bilan protest qanoatlantirilgan va birinchi instansiya sudining hukmi o'zgartirilib, apellyatsiya instansiyasining ajrimi bekor qilinib, Shukurovga 5 yil 3 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan va sud zalidan qamoqqa olinib, unga nisbatan jazo muqarrarligi ta'minlangan. Biroq Toshkent shahar sudi raisi o'rinbosari Mirzajonov mansab mavqeidan foydalanib, ishni har tomonlama, to'la va xolisona ko'rinishiga to'sqinlik qilib, sud ishlariga aralashib, sudyalarga qonunga xilof ravishda ta'sir o'tkazish oqibatida sudyalar Ilhomjonov, Abidov va Turg'unovalar uning topshirig'i noqonuniy ekanligini oldindan bila turib, odil sudlovni amalga oshirish va qaror qabul qilishda mustaqil bo'lsalarda, javobgarlikning muqarrarligi prinsipiga amal qilmasdan, birinchi instansiya sudining hukmini o'zgartirib, Jinoyat kodeksining 57-moddasini qo'llab, qamoq ehtiyot chorasini bekor qilgan holda jazoni uzil-kesil 3 yil 3 oy muddatga ozodlikni cheklashga almashtirib, uni sud zalidan qamoq ehtiyot chorasini bekor qilgan holda jazoni uzil-kesil 3 yil 3 oy muddatga ozodlikni cheklashga almashtirib, uni sud zalidan qamoqdan ozod etib, og'ir oqibatlarga sabab bo'lgan noqonuniy va adolatsiz ajrim chiqarishgan. Unga sud zalidan qamoqdan ozod etib, og'ir oqibatlarga sabab bo'lgan noqonuniy va adolatsiz ajrim chiqarishgan. Yuqoridagilarga ko'ra, jinoyat ishi doirasida shahar sudi raisi sobiq o'rinbosari Mirzajonov hamda jinoyat ishlari bo'yicha shahar sudining sobiq sudyalari Ilhomjonov, Abidov va Turg'unovalar ayblanuvchi tariqasida ishga jalb qilinib, qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Bugun jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi sobiq sudyalarining qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasini o'zgartirishni so'rab kiritgan apellyatsiya shikoyati Toshkent viloyat sudida ko'rib chiqilib, qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi o'zgartirishsiz qoldirildi. Hozircha sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Bizdan uzoqlashmang, Effekt.uz'ni kuzatishda davom eting.